umuman mana shu asar, men Bulgakovga hayron qolamanda. Bulgakov o'sha podsho davrida tug'ilib, Sovet davrida yashagan va bu odam shunday bir qiziq odamki, yozuvchiki, u qanday qilib qaysi yurak bilan shu asarni yozish mumkin? 25-yilda, 25-yil endi tasavvur qiling. Hali Stalin hayot bo'lgan payt. Yo'q, hayot emas. Lenin o'lganiga 1 yil bo'lgan. Taxtni sekin-sekin Stalin egallayapti. Ana uni egallay boshlayapti. Shunga qaramasdan shunday asarni yozish uchun bu qancha yurak kerak, qanchani men aqlim yetmayapti. Men bunga shu qoyil qolish deganlar ham arzimagan gapda endi buni. Bu asar syujetini mana hozir Akbarjon yaxshi aytib berdilar. O'sha masalan asar chiqqandan keyin asar 25-yil yanvar mart oylarida yozilgan. Va 42 yildan keyin qaytib chiqdi. 1967-yilda Znamyaning 6-sonida bosildi. Tirikligida bosilmadi. Chunki bu asarning umumiy g'oyasi, men asarni qayta o'qib chiqdim. Mana qo'limda Bulgakovning 5 tomlik asarlarining 2-tomida o'sha Собачье сердце, it yurak kirgan. O'shanda bu asar oddiy o'sha vaqtdagi bolsheviklarning zulmiga qaratilgandan tashqari juda katta ma'noga ega bo'lgan deb o'yladim. Men hozir buni ochmayman, endi gap orasida ochamiz. Lekin endi o'sha nima deydi, boyagi obrazni asarni bunday qarasangiz, shu 3 ta qismga bo'lish mumkin. Birinchi asar Gogo degan it tanosi bilan boshlanadi. Buncha gap. It, ya'ni sharikda ko'chada yotgan itni boyagi tashlandiq bir it, bir yog'i yaralangan itni oladi va itning nigohi ketadi. Itning nigohi asarning o'rtalarigacha davom etadi. O'rtadan ozgina qismida boyagi barmentallik kundaligida davom etadi. Undan keyin ana u ketadi. Boyagi voqealar, ya'ni operatsiya qilish, boshqa xuddi endi avtorning, muallifning o'zi kirgan holat ketadi va eng dahshatlisi qaytib sharikka aylangandan keyin yana sharikning nigohiga o'tadi asar. Va sharikning nigohi bilan tugaydi. Eng dahshatlisi. Tugagan undan keyin men bu asar haqida bitta narsani rus adabiyotshunoslari, men balki o'qishim kamdir, Master и Margarita haqida juda ko'p yozishgan. Lekin bu haqida juda ko'p yozishmagan ekan. Men o'yladim, rus adabiyotshunosligi ham hali ham bu Собачье сердце, it yurakni butun mohiyatini anglab yetmaganmikan deb o'yladim. Balki manmanlik bo'lgandir men taraf. Sof antisovet asarda bu. Yo'q, turgan gap. Antisovet degani ham masalani quyiroq qismi ekan. Men hozir bunga ochishga harakat qilaman. Men bu gapni bitta darsdan o'qiman. Qarang, Собачье сердце чудовищная история. Tagidagi 2-nom. Чудовищная история degani o'zbekcha tarjima qilsak bu qo'rqinchli, mudhish tarix yoki mudhish voqea degan. Nega mudhish? Ana shu bugungi bizning savolimizga balki nega mudhish shu hodisa? Shunga javob izlasak, men nazarimda chiqib sekin-sekin boraveradi.